Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga xayrli tong. Mana bugun seshanba. Hammalarga xayrli kun tilayman. 2026-yil 7-iyul. Mana biz ham ishni boshladik. Hamma sog' salomatmi? Mana sog' salomat uyg'otgan Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Hamma sog' salomat bo'lsin. Musofirliklarga yurinmas. Hech kimni bir shikast yetkazmasin. O'zi asrasin Allohim. Mana biz ham ishni boshlab oldik. Mana bunisi zig'ir yog'ya oshxolamiz, ana yog'imiz qizyapti. Bunisi yana sariyog' eryapti. Sariyog'ga mastava qilamiz. Nasib bo'lsa, bu ikkita qozonimizga bittasiga chevrolet, bittasiga balon zag'at qilamiz. Nasib bo'lsa, yaxshi bo'ladigan umiddamiz. Charchamanglar. Allohning o'zi madadkor bo'lsin. Hech kimning hech qayeri og'rimasin, sog' salomatgina ishlab bola chaqaga yaxshi pullardan yuborib turinglar. Yog'imiz ham qizidi. İlliklik suyayligana go'shtlarni oshxolamiz nasib etsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allohim o'zing qo'lla. Sozla madadkor bo'lsin, o'zi qo'llab quvvatlasin, oshimiz yaxshi chiqsin. Xalq xo'rsan bo'lsa bo'ldi. Yana bir mastavamiz xayrlashda. Ana oshimiz solishtirdik. Guruchga tayyor. Hozir 9:30 ga guruchini solsak, nasib etsa o'yinga tayyor bo'ladi oshimiz. Mastava qaynayapti ana. Olimga tuxum beramiz. 6-7 tuxum chopib solamiz. Yana go'shtlari ham ser go'sht. 20 pos mastava qilamiz. 5 kilo osh damlaymiz, 5 kilo guruch, 5 kilo go'sht, 6,5 kilo sabzi, 2 kilo piyoz solganmiz, zig'ir yog'i, ziravorlar bilan nasib etsa mazza qilib yeb ketasizlar. Ana oshni guruchini solib oldik. Ziravorlari bilan hozir qaynaydi, damlaymiz. Soat 9:30 o'yinga tayyor bo'ladi nasib etsa. Ana mastava tayyor.
Sarıyoqqa böyle masamız ham. Hidlarimiz bu yer вообще. Bitta birinchi bir tugunga ishtiyor keladi o'zi. Oshimiz birinchi ham qaynadi. Hozir suvini tortgandan keyin dimlaymiz. 15 minutdan keyin tayyor bilan oshimiz. Mastava tayyor. Mastava guruji atini qaynayap bu yoqda. Mana ko'zga podlivasi. Mana tuxumlar qo'shilgan. Go'shtlar, sabzi, bolgarskiy, mazza bilan. Vijdon qiyma shashliklar. Vijdonskiy lula kabob. Yemaganlar armonda, yeganlar darmonda. Sotaman, vijdon qarab ketaman. Kelib qoling, shashlikga kelib qoling. Вот. Один сыр 160 грамм. 300 рублей. Shogird, qanday bo'libdi? Yaxshi, yaxshi. Shogird qanday? Zo'rmi? Zo'r, yaxshi. O, mana 162 gram. Ot shariki. Lula kabob. Mana bu oshimiz bir porsiyani. 300 rubl. Qiyma shashliklarni 160 gramdan 60, 62, 65 shunday atrofida, короче, plus-minus 2-3 gram kelaveringlar. Mana shogird professional eta. Lula kabobba.